Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensionerlar, yoshi ulug' ota-onalarimiz, shuningdek pasporti eski namunada bo'lgan barcha fuqarolar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Gap pasport almashtirish, ID kartaga o'tish, kimlar shoshilishi kerak, kimlar hozircha xavotir olmasa ham bo'ladi. Qaysi holatlarda hujjatni almashtirmaslik keyinchalik pensiya, bank, notarius, poliklinika, subsidiya yoki boshqa davlat xizmatlaridan muammo tug'dirishi mumkinligi haqida ketadi. Bu ma'lumot hamma uchun muhim. Chunki bugun menga pasportim bor-ku, yuraveraman deb yurgan odam ertaga bankka borsa, plastik kartasini yangilay olmasligi, notariusda ishini bitira olmasligi yoki chet elga chiqish hujjatida muammo bo'lishi mumkin. Ayniqsa pensionerlar tayyor bo'lib yurishi kerak. Hujjat tartibi oddiy ko'rinsa ham, amalda bitta raqam xato yozilsa, bitta ma'lumot mos kelmasa, odam bir necha marta idoraga qatnashishiga to'g'ri keladi. Agar kanalimizda shunday oddiy tilda tushuntiriladigan foydali ma'lumotlarni ko'rib borishni istasangiz, hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bugungi mavzuni oxirigacha ko'rgan odam o'zi ham, ota-onasi ham ortiqcha yugur-yugurdan saqlanadi. Avval fuqarolarda ichki pasport deganda asosan eski namunadagi biometrik pasport tushunilar edi. Ko'pchilik ko'k rangli biometrik pasportini olib, uning muddati tugaguncha ishlatib yurardi. Unda fuqaroning familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan sanasi, yashash joyi, nikoh holati, farzandlari haqidagi ayrim belgilar va boshqa ma'lumotlar bo'lardi. Ko'pchilik pensiya yoshiga yetgach ham pasportini faqat muddati tugasa yoki yo'qotib qo'ysa almashtirardi. Hozir esa bosqichma-bosqich ID karta tizimiga o'tildi. ID karta bu oddiy plastik karta emas. Bu fuqaroning shaxsini tasdiqlovchi asosiy hujjat. Unda elektron chip mavjud bo'lib, davlat xizmatlari, banklar, notariuslar, soliq, tibbiyot tizimi va boshqa idoralar fuqaroni tezroq aniqlashi uchun zarur ma'lumotlar elektron shaklda saqlanadi. ID karta odamning ichki hujjati sifatida ishlatiladi. Ya'ni O'zbekiston hududida shaxsni tasdiqlash uchun kerak bo'ladi. Bu yerda eng ko'p chalkashiladigan masala bor. ID karta va xorijga chiqish pasporti bitta narsa emas. Men buni alohida ta'kidlayman. ID karta O'zbekiston ichida shaxsni tasdiqlaydi. Agar fuqaro chet elga chiqmoqchi bo'lsa, alohida xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Ba'zi odamlar ID karta olsam Rossiyaga, Turkiyaga, Koreyaga yoki boshqa davlatga chiqaveramanmi deb so'raydi. Yo'q, buning uchun xorijga chiqish pasporti kerak. ID karta ichki hujjat, xorijga chiqish pasporti esa chegaradan o'tish uchun. Endi asosiy savol, kimlar ID kartaga o'tadi? Amaldagi tartibga ko'ra pasport muddati tugagan, pasporti yo'qolgan, yaroqsiz holga kelgan, familiya yoki ism o'zgargan, shaxsiy ma'lumotlarda o'zgarish bo'lgan, 16 yoshga to'lgan fuqarolar shaxsni tasdiqlovchi hujjatni rasmiylashtirganda ID karta olishadi. Bundan tashqari, eski hujjatni ixtiyoriy ravishda ID kartaga almashtirish ham mumkin. Lekin har bir odamning holati alohida ko'rib chiqiladi. Hujjat muddati, pasportdagi yozuvlar, doimiy yashash manzili, oilaviy holat va bazadagi ma'lumotlar mos kelishi tekshiriladi. Men birinchi navbatda pensionerlarga murojaat qilaman. Agar sizning biometrik pasportingiz muddati tugash arafasida bo'lsa, masalan 2026 yilning mart, aprel yoki may oyida tugasa oxirgi kunga qoldirmang. Nega? Chunki pasport muddati tugaganidan keyin siz ayrim xizmatlarda muammoga duch kelasiz. Bank xodimi hujjatingiz muddati tugagan, operatsiyani amalga oshira olmaymiz deyishi mumkin. Notarius oldi sotdi, ishonchnoma, meros, hadya shartnomasi kabi ishlarni rasmiylashtirishda amaldagi hujjatni talab qiladi. Pensiya kartangizni almashtirish kerak bo'lsa yoki bank ilovasidagi ma'lumotlar yangilanishi kerak bo'lsa, muddati o'tgan pasport bilan ish qiyinlashadi. Masalan, 68 yoshli Abdulla aka pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Pasport muddati 15 yanvarda tugagan, lekin u baribir pensiyam tushyapti-ku deb yuraveradi. Mart oyida bank kartasining muddati tugaydi. U yangi karta olish uchun bankka borsa, bank amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat so'raydi. Pasport muddati o'tganini ko'rib, avval ID karta rasmiylashtirib keling deyishadi. Abdulla aka davlat xizmatlari markaziga boradi, navbatga yoziladi, rasmga tushadi, to'lov qiladi, kartani kutadi. Natijada u bank ishini bir kunda bitiraman deb o'ylagan bo'lsa, bir necha kunga cho'ziladi. Agar u pasport muddati tugashidan bir oy oldin harakat qilganida bunday muammo bo'lmas edi. Ikkinchi toifa pasporti yaroqsiz holga kelganlar. Ba'zan yoshi ulug' insonlar hujjatini cho'ntagida olib yuradi. Uyda sandiqda saqlaydi. Nam tegadi, muqovasi yirtiladi,
sahifalari ajraladi, rasm xiralashadi. Asosiy ismi ko'rinib turibdi-ku deyishadi. Lekin hujjat yaroqsiz deb topilsa, idoralar uni qabul qilmasligi mumkin. Pasportdagi rasm yuzingiz bilan o'xshamay qolgan bo'lsa ham muammo chiqadi. Masalan, pasport yil oldin olingan, undagi rasmda odam 25 yoshda, hozir 70 yoshda. Ko'rinish keskin o'zgargan bo'lsa, xodim shaxsingizni aniqlashda qo'shimcha tekshiruv talab qilishi mumkin. ID karta olish bu masalani ancha yengillashtiradi. 3-toifa familiya, ism, otasining ismi o'zgarganlar. Bu holat ko'pincha ayollarda uchraydi. Ayol kishi turmushga chiqqanida yoki ajrashgandan keyin familiyasini o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Lekin ayrimlar hujjatni vaqtida yangilamagan. Yillar o'tib pensiya, meros, uy-joy hujjati yoki bank hisobida turli familiyalar chiqib qoladi. Masalan, pasportda Karimova, nikoh guvohnomasida Tursunova, pensiya hujjatlarida yana eski familiya bo'lsa, bularni moslashtirishga to'g'ri keladi. ID karta olishdan oldin FHDYO, pensiya jamg'armasi, bank va kadastrdagi ma'lumotlar ham bir-biriga mos kelishi kerak bo'lishi mumkin. 4-toifa doimiy yashash manzili o'zgarganlar, kimdir bir tumandan boshqa tumanga ko'chgan, lekin pasportda eski propiska qolgan. Hozir ma'lumotlar elektron bazalarda yuritiladi. Shuning uchun ID karta olayotganda doimiy yashash joyingiz bazada to'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi muhim. Pensionerlar uchun bu juda nozik masala. Chunki pensiya tayinlash va to'lashda hududiy bo'linmalar, bank filiali, tibbiy xizmat, ijtimoiy yordam kabi ishlar yashash manziliga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar siz Toshkent viloyatida ro'yxatda turib, amalda Samarqandda yashasangiz, ba'zi davlat xizmatlarida qo'shimcha savollar paydo bo'ladi. 5-toifa ul vaqti yoshga to'lgan yoshlar. Ular avval pasport oladigan bo'lsa, hozir ID karta oladi. Bu pensionerlarga nima aloqasi bor deb o'ylamang. Ko'p buvilar va bobolar nabirasini hujjat olishga olib boradi. Chunki ota-onasi chetda yoki ishda bo'ladi. Shunda kim bo'lishi mumkin? Qanday hujjat kerak? Bolaning tug'ilganlik guvohnomasi, ota-onasining hujjatlari, doimiy ro'yxati to'g'ri bo'lishi kerak. Agar nabira ulmaqul yoshga to'lgan bo'lsa, hujjatsiz yurmasligi kerak. Chunki keyinchalik o'qish, bank kartasi, sim karta, davlat xizmatlari uchun ID karta kerak bo'ladi. Kimlar hozircha haddan tashqari xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning amaldagi biometrik pasportingiz muddati hali uzoq bo'lsa, hujjat yaroqli bo'lsa, familiya va manzilingizda o'zgarish bo'lmasa, pasportingiz bilan kundalik ishlaringizda muammo bo'lmayotgan bo'lsa, zudlik bilan yugurishingiz shart emas. Lekin men baribir tavsiya qilaman. Pasport muddatini tekshirib qo'ying, rasm va ma'lumotlar aniq ko'rinadimi? Familiya va manzil to'g'rimi? Bankdagi va pensiya tizimidagi ma'lumotlar bilan mosmi? Shuni oldindan ko'rib qo'ying. Chunki muammo odatda odam tayyor bo'lmagan paytda chiqadi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala ID karta muddati. ID karta odatda ma'lum muddatga beriladi, lekin muddat fuqaroning yoshiga qarab farq qilishi mumkin. Yosh bolalar 16 yoshdan oshganlar, katta yoshdagilar uchun amal qilish muddati turlicha bo'lishi mumkin. Shuning uchun men bir marta oldim, endi umrbod yuraveraman deb o'ylamang. Kartaning amal qilish muddatini albatta tekshirib boring. Pensionerlar ayniqsa buni oila a'zolariga aytib qo'yishi kerak. Bolam, mening ID kartam muddati qachon tugashini telefoningga yozib qo'y desangiz keyin oson bo'ladi. Ikkinchi nozik masala ID karta ichida hamma ma'lumot ko'rinmaydi. Lekin bazada turadi. Eski pasportda ayrim belgilar sahifalarda aks etardi. ID kartada esa ko'ringan joy kam, familiya, ism, tug'ilgan sana, shaxsiy identifikatsiya raqami, surat va boshqa asosiy ma'lumotlar bo'ladi. Ko'p odam menga farzandlarim yozilmagan-ku, nikohim ko'rinmayapti-ku, propiska qani deb xavotir oladi. Hozir ko'p ma'lumot elektron bazalarda tekshiriladi. Shu sababli davlat organi xodimi kerakli ma'lumotni tizimdan ko'rishi mumkin. Lekin ba'zida xato bo'lsa, masalan tug'ilgan sana bir joyda 1955 yil, boshqa joyda 1906 yil bo'lib qolsa, uni tuzatish kerak bo'ladi. Uchinchi nozik masala. Shaxsiy identifikatsiya raqami, ya'ni GSSHIR. Bu raqam fuqaroning barcha tizimlardagi asosiy kalitlardan biri. Bank, soliq, pensiya, tibbiyot, davlat xizmatlari ko'p hollarda shu raqam orqali ishlaydi. Agar eski hujjatlaringizda yoki biror bazada bu raqam noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, muammo chiqishi mumkin. Masalan, odamning ismi To'lqin, lekin bank bazasida To'lqin deb yozilgan. Tug'ilgan sanasi 1928, lekin pensiya bazasida 20. 0 karchun 1978 bo'lib qolgan. Bunday xatolarni mayda narsa deb bo'lmaydi.
Chunki tizim sizni boshqa odam deb ko'rishi yoki ma'lumotlarni bog'lay olmasligi mumkin. 4-nozik masala nogironligi bo'lgan. Yotoqda yotgan yoki harakatlanishi qiyin pensionerlar. Ko'p oilalarda savol tug'iladi. Otam yura olmaydi, onam kasal. Ularni idoraga qanday olib boramiz? Bunday holatda migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlari yoki vakolatli organlar tomonidan joyiga chiqqan holda xizmat ko'rsatish imkoniyati bor yo'qligini aniqlash kerak. Buning uchun oldindan qo'ng'iroq qilish, mahalla, ijtimoiy xodim yoki yaqin qarindosh orqali murojaat qilish mumkin. Hamma joyda tartib bir xil tezlikda ishlamasligi mumkin. Lekin yotoqda yotgan odamni shunchaki majburan olib borish kerak deb o'ylamang. Avval rasmiy tartibni so'rang. 5-nozik masala. Vakil orqali ish qilish. Pensionerning o'zi bora olmasa, farzandi yoki ishonchli odami ba'zi tayyorgarlik ishlarini qilishi mumkin. Navbat olish, hujjatlarni yig'ish, to'lov masalasini aniqlash, ariza shaklini so'rash. Lekin shaxsni tasdiqlovchi hujjat rasmiylashtirishda ko'pincha fuqaroning o'zi ishtirok etishi talab qilinadi. Chunki suratga tushish, biometrik ma'lumotlar olish, shaxsni aniqlash bor. Shuning uchun men onamning o'rniga borib ID karta olib kelaman degan fikr har doim ham to'g'ri emas. Oldindan so'rab aniq tartibni biling. 6-nozik masala jarima va muddat. Hujjatni almashtirish kerak bo'lgan holatlarda muddatlarni kechiktirish ma'muriy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Men odamlarni qo'rqitish uchun emas, tayyor bo'lishi uchun aytayapman. Pasport yo'qolsa, darhol murojaat qiling. Muddati tugagan bo'lsa, kechiktirmang. Familiya o'zgarsa, hujjatlarni yangilang. Chunki har bir kechikish keyinchalik jarima, ortiqcha izoh, qo'shimcha ma'lumotnoma yana qayta borish kabi oqibatlarga olib keladi. 7-nozik masala. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men sizga navbatsiz qilib beraman. ID kartani uyga olib kelib beraman. Bozordagi xatoni tanishim orqali o'chiraman. Pasportingizni menga bering. O'zim almashtirib kelaman degan odamlardan juda ehtiyot bo'ling. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat bu eng muhim hujjat. Uni begona odamga berish xavfli. Sizning nomingizga kredit, sim karta, shartnoma, ishonchnoma, turli majburiyatlar rasmiylashtirilishi mumkin. Hujjat ishlarini faqat rasmiy idora, davlat xizmatlari markazi yoki vakolatli migratsiya bo'limi orqali bajaring. 8-nozik masala. Ism sharifdagi apostrof va harflar. O'zbek lotin yozuvida o, shuningdek apostrof bilan bog'liq yozuvlar bor. Ba'zi bazalarda bu belgilar noto'g'ri tushgan bo'lishi mumkin. G'ulom o'rniga gulom, o'ktam o'rniga o'ktam, qo'chqor o'rniga qo'chqor. Ayrim hollarda bu katta muammo qilmasligi mumkin, lekin rasmiy hujjatlarda ism bir xil bo'lishi kerak. Ayniqsa meros, uy-joy, bank omonati, pensiya, sud yoki notarial ishlarda bitta harf ham ahamiyatli bo'lib qoladi. Shuning uchun ID karta olayotganda operator yozgan ma'lumotni shoshmasdan tekshiring. Endi men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, uyda pasportingizni oling va 3 narsani tekshiring. Birinchisi amal qilish muddati. Ikkinchisi familiya, ism, otasining ismi va tug'ilgan sana. Uchinchisi hujjatning jismoniy holati, yirtilmaganmi, nam tegmaganmi, rasm aniqmi, sahifalar butunmi? Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, masalan 2-3 oy qolgan bo'lsa, hozirdan tayyorlaning. Ikkinchi qadam, oilangiz bilan gaplashing. Ayniqsa pensioner bo'lsangiz, farzandingiz yoki ishonchli yaqin kishiga ayting. Mening hujjatimni birga ko'rib chiqaylik. Muddatini telefon kalendariga yozib qo'yaylik. Kerak bo'lsa navbat olaylik. Bu juda oddiy ish, lekin ko'p muammoni oldini oladi. Yoshi ulug' inson idoraga borganda quloqi yaxshi eshitmasligi, ko'zi yaxshi ko'rmasligi, arizadagi ma'lumotni tez tekshira olmasligi mumkin. Yaqini yo'lida bo'lsa xatolar kamayadi. 3-qadam, qayerga murojaat qilishni aniqlang. Odatda ID karta olish uchun doimiy yoki vaqtincha yashash joyingizdagi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilinadi. Hududingizda qaysi idora qabul qilayotganini oldindan aniqlab oling. Davlat xizmatlari markaziga borsangiz, navbat, ariza, to'lov va elektron tizim orqali ish yuritiladi. Migratsiya bo'limida ham xuddi shunday rasmiy tartib bo'ladi. Eng muhimi, rasmiy manbadan ma'lumot oling. Mahalla xodimi, davlat xizmatlari markazi, migratsiya bo'limi yoki rasmiy telefonlar orqali. 4-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda amaldagi pasport yoki eski hujjat, ariza, to'lov kvitansiyasi kerak bo'ladi. Agar pasport yo'qolgan bo'lsa, yo'qolganligi bo'yicha tushuntirish va tegishli tartibda murojaat talab qilinishi mumkin. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi, ajralish haqidagi hujjat yoki FHDYO tomonidan berilgan tegishli ma'lumot kerak bo'lishi mumkin.
Agar tug'ilgan sana yoki ismda xato bo'lsa, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma FHDYO arxividan ma'lumotnoma so'ralishi mumkin. Har bir holatda talab biroz farq qiladi. Shuning uchun qo'shnim shuni olib borgan ekan deb emas, o'z holatingiz bo'yicha so'rang. 5-qadam to'lov masalasini oldindan biling. ID karta rasmiylashtirish uchun davlat boji yoki xizmat to'lovi bo'lishi mumkin. Miqdorlar vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. Shuning uchun men sizga eng to'g'ri yo'lni aytaman. Borishdan oldin davlat xizmatlari markazidan yoki rasmiy saytdan ayni paytdagi summani tekshiring. Pensionerlar ba'zan men nafaqadaman, menga bepulmi deb so'raydi. Ayrim toifalar uchun imtiyoz bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda bo'lmasligi mumkin. Buni aniq huquqiy asos bilan tekshirish kerak. Agar imtiyozingiz bo'lsa, uni tasdiqlovchi hujjatni olib boring. 6-qadam ariza to'ldirilganda hamma ma'lumotni tekshiring. Operator, mana shu yerga imzo qo'ying desa, shoshilmang. Men har doim shuni maslahat beraman. Imzo qo'yishdan oldin familiyangiz, ismingiz, otangizning ismi, tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, yashash manzil ma'lumotlarini birma-bir o'qing. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, yoningizdagi farzandingizdan o'qib berishini so'rang. Chunki siz imzo qo'yganingizdan keyin xatoni tuzatish ancha vaqt olishi mumkin. 7-qadam rasmga tushishga tayyor bo'ling. Oddiy ko'rinadi. Lekin hujjat rasmiy yillar davomida ishlatiladi. Bosh kiyim, ko'zoynak, yuzning ko'rinishi bo'yicha talablar bo'lishi mumkin. Tibbiy sabab bo'lmasa, yuz to'liq ko'rinishi kerak. Rasm xira chiqmasligi uchun tartibli kiyimda boring. Bu nafaqat estetik masala, balki shaxsni aniqlashda ham muhim. 8-qadam ID karta tayyor bo'lgach, uni olgan zahoti tekshiring. Kartadagi ism sharif, tug'ilgan sana, amal qilish muddati, raqamlar to'g'riligini ko'ring. Uyga borib ko'raman demang. O'sha joyning o'zida tekshirsangiz, xato bo'lsa, darhol aytish imkoningiz bo'ladi. Keyin uyga borib aniqlasangiz, yana vaqt ajratib kelishingiz kerak bo'ladi. 9-qadam. ID karta olgandan keyin bank va boshqa xizmatlarda ma'lumotlarni yangilang. Masalan, pensiya plastik kartangiz bor, bank ilovasi ishlatasiz. Omonatingiz bor yoki kommunal xizmatlar sizning nomingizda. Ba'zi tizimlarda ma'lumot avtomatik yangilanishi mumkin. Ba'zilarida esa shaxsan murojaat qilib, yangi hujjat ma'lumotini kiritish kerak bo'ladi. Ayniqsa banklarda eski pasport seriyasi va raqami bilan yangi ID karta ma'lumoti moslashtirilishi kerak bo'lishi mumkin. Agar siz buni qilmasangiz, keyin katta operatsiya qilmoqchi bo'lganingizda bank qo'shimcha tekshiruv talab qiladi. 10-qadam. Eski hujjat va yangi hujjat masalasini to'g'ri saqlang. Eski pasport bekor qilingan bo'lsa, undan foydalanmang. Bekor qilingan hujjat bilan shartnoma tuzish, bankka borish, notariusga kirish muammo tug'diradi. Yangi ID kartani esa ehtiyot qiling. Uni telefon g'ilovida doimiy olib yurish, bolalarga berib qo'yish, suratini har kimga yuborish to'g'ri emas. Hujjat nusxasini talab qilishsa, kim so'rayotganini, nima maqsadda so'rayotganini biling. Internet orqali noma'lum odamlarga ID karta rasmini yubormang. Real hayotdagi yana bir necha vaziyatni ko'rib chiqaylik. Birinchi vaziyat: 7-2 yoshli Mohira opa uyini nevarasiga hadya qilmoqchi. Notariusga borishadi. Notarius hujjatlarni ko'rib, pasportdagi familiya bilan kadastrdagi familiya bir harfga farq qilishini aniqlaydi. Masalan, birida Mo'minova, ikkinchida Muminova. Notarius ishni to'xtatadi va avval hujjatlarni moslang deydi. Mohira opa, men bu uyda 40 yildan beri yashayman-ku desa ham, rasmiy hujjatda moslik kerak. Shuning uchun ID karta olish jarayonida ism sharifni to'g'rilash keyingi notarial ishlarni osonlashtiradi. Ikkinchi vaziyat: olim 5 yoshli Rustam aka xorijda ishlayotgan o'g'lining oldiga borishni rejalashtiradi. U ID karta oldim, endi yo'lga chiqaman deb o'ylaydi. Aeroportga borishdan oldin biladiki, chet elga chiqish uchun xorijga chiqish pasporti kerak. Natijada chiptani o'zgartirishga to'g'ri keladi. Pul yo'qotadi, rejasi buziladi. Shuning uchun men yana qaytaraman. ID karta, ichki hujjat, chet el uchun alohida pasport kerak. 3-vaziyat: pensioner ayol pensiya miqdorini qayta hisoblatmoqchi. Mehnat daftarchasida ismi Xolida, pasportda Xolida, nikoh guvohnomasida Xolida bo'lib qolgan. Pensiya bo'limi ma'lumotlarini solishtirishni so'raydi. Bunday holatda FHDYO orqali ism yozuvini tasdiqlash yoki tuzatish talab qilinishi mumkin. Demak, ID karta olish shunchaki plastik karta olish emas, balki butun shaxsiy ma'lumotlaringizni tartibga keltirish imkoniyati hamdir. 4-vaziyat: odam pasportini yo'qotib qo'ygan, lekin balki topilib qolar deb bir o'y yuradi. Shu vaqt ichida kimdir uning hujjatini topib, yomon niyatda ishlatish ehtimoli bor. Shuning uchun hujjat yo'qolsa,
darhol vakolatli organlarga murojaat qilish kerak. Qancha tez xabar bersangiz, shuncha xavfsiz. Demak, hurmatli yurtdoshlar, pasport almashtirish va ID kartaga o'tish masalasini ortga surib yurish kerak emas. Ayniqsa pensionerlar pasport muddatini, hujjat holatini, ism sharif va manzil ma'lumotlarini oldindan tekshirishi shart. Muddati tugayotgan, yo'qolgan, yaroqsiz bo'lgan. Familiya yoki boshqa shaxsiy ma'lumotlari o'zgargan fuqarolar ID karta rasmiylashtirishga tayyorlanishi kerak. Hujjati amalda muddati uzoq, ma'lumotlari to'g'ri bo'lganlar esa vahimaga tushmasin, lekin nazoratni qo'ldan bermasin. Mening asosiy maslahatlarim shular. Hujjat muddatini tekshiring. Rasmiy idoradan ma'lumot oling. Kerakli hujjatlarni oldindan yig'ing. Arizadagi har bir harfni tekshirib imzo qo'ying. ID karta olgach bank va boshqa tizimlarda ma'lumotlaringizni yangilang. Hujjatingizni begona odamlarga bermang. Agar sizda pasport almashtirish, ID karta olish pensionerlar uchun imtiyozlar yoki hujjatdagi xatolar bo'yicha savol bo'lsa, fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Qaysi hududda qanday holatga duch kelganingizni ham yozing. Boshqalarga foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, buvi-bobolaringiz, qo'ni-qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida tekshirilgan hujjat odamni ko'p ovora bo'lishdan saqlaydi.